Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz sizlar bilan davo muolajalarini to'g'ri qabul qilish haqida gaplashamiz. Siz o'zingizni shifokoringizga murojaat qilasiz. Murojaat qilgandan keyin sizga shifokor tekshiruv natijalari asosida dori yozib beradi. Dori yoki qandaydir bir muolajalar yozib beradi. Siz o'sha muolajalarni aptekadan to'g'ri olishingiz kerak. Birinchi. Ikkinchidan, yashash joyingizdagi punktlarda kichik tibbiyot xodimlari, hamshiralar tomonidan muolajalarni qabul qilasiz. Ko'p bilamizki, ko'p hamshiralar sizga vitamin yozib bermayapti deb qo'shimcha sizga aytmasdan vitamin qo'shib dori quyish holatlari bo'ladi yoki sizga antibiotik yozgandan keyin sizga gormon, ya'ni deksametazon qo'shib qilgan holatlari bo'ladi. Bu aslo mumkin emas sizga, chunki shifokoringiz sizni tekshirib, sizdagi kasalligingizga qarab, sizga mumkin bo'lgan dorilarni yozadi. Vaholanki ko'p ayrim hollarda ayrim vitaminlar mumkin emas, gormon ham mumkin emas. Yaqinda shunday bir holat bo'ldi. Bitta bemorga antibiotik yozib berganmiz. Shu yerda medsestra, tibbiyot xodimi, hamshira deksametazon qo'shib yozib bergan, kasalga allergik holat kuzatilmasligi uchun deb yozib nima qilgan. Keyin bu 3 kundan keyin kasalda asoratlar paydo bo'lib boshlagan. Menga murojaat qildi. Darhol hamma dorilarni tugatishini, to'xtatishini nima qildim, tavsiya qildim. Shunday bo'lmasligi uchun shifokor bilan telefonlashib, qo'ng'iroqlashib yoki kelib murojaat qilib, shifokor nazorati ostida qabul qilganimiz ma'qul. Keyin ko'pchilik insonlarimiz yo'lda shifokorga kelishdan oldin jamoat transportidami yoki jamoat joyidami o'zidan yoshi katta odamlar bilan suhbatlashib qolib, menda ham shunaqa hodisa bo'ladi deb yoshi katta odamlar, masalan 60 yoshdagi odamlar, 25-30 yoshdagi odamlarni men ham mana shu dorini oldim, sen ham shuni olsang, siz ham shuni qabul qilsangiz yaxshi bo'lasiz deb nima qiladi? Tavsiya beradi. Bu aslo mumkin emas. Faqat shifokor ko'rigidan o'tib keyin qabul qilish kerak. Ayrim dorilar sizga foyda berishi mumkin, lekin unga aksincha ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun mumkin bo'lmagan holatlar bor. O'shaning uchun dorini ham foyda bo'ladi deb hadeb shifokor nazoratisiz qabul qilish mumkin emas. Shuning uchun albatta shifokorga murojaat qilish kerak.